Bugungi darsimizda Cambridge 15 test 2 section 4 ni analiz qilamiz. Ya'ni section 4 qismini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaridek, sizlarga kerak bo'ladigan muhim narsalarni men yozib chiqqanman bu yerda. Undan oldin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Sarlavhasi Agricultural Program in Mozambique deyapti. Demak, qishloq xo'jalik programmasi bo'lgan ekan Mozambikda, shu haqida gap borar ekan. Endi mana sarlavhalarga, kichkina sarlavhalarga, headinglarga e'tibor beramiz. How the program was organized deyapti. Keyin further developments, evaluation and the lessons learned deyapti. Ya'ni nima? Birinchi qismida o'sha programma qanaqa tashkillashtirilganligi haqida gap ketayotgan ekan. Keyingi mana ikkinchi qismida esa kelgusidagi o'sha harakatlar haqida, rivojlanishlar haqida fikr yuritilgan ekan. Oxirida o'sha programmadan keyingi, ya'ni evaluation deyapti. Bu sarhisob qilishdi, ya'ni nimalar bo'ldi, qanaqa bo'ldi va hokazolarni analiz qilishni ko'rib chiqar ekan. Xo'p, endi bu yoqda quyidagisidan boshlaymiz. Mana yozib qo'ygan narsalarga yaxshilab e'tibor berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizaga savol 3-qatordan boshlanadi. Demak, mana 31. Nimadir was seen as the main priority to ensure the supply of water deyapti. O'sha qanaqangidir narsa bo'lgan ekan va bu suv bilan ta'minlash uchun asosiy haligi narsa bo'lgan ekanda. O'sha nima? Biz shu narsani yozishimiz kerak. Bu demak noun bo'lishi kerak. Albatta yashil yozib qo'yganman. By setting up the systems of nimadir. Demak, shundan keyin so'z javob bo'lishi kerak. Xo'p, keyingisi most of the work organized by farmers associations was done by. Demak, o'sha asosiy ish kimdir tomonidan qilingan ekan. Bu odam bo'lishi mumkin yoki qanaqandir texnika bo'lishi mumkindir balki, chunki done by deyapti. Demak, bu yerda men so'z berdim, formed the majority of the workforce. Demak, o'shalar tushib qolgan so'z. Asosiy ish kuchini tashkil qilgan ekan. Keyingisi bu yerda 33 bilan 34 ga e'tibor bersanglar, mana narsa, mana bullet pointda turgan narsa bizga muhim rol o'ynaydi. The program provided. U programma nimanidir provide qilgan ekan. Nimani? O'sha fenceslar uchun, ya'ni mana devorlar, ya'ni fence deganda bu reshotkalar bo'lishi mumkin yoki nimadir o'sha o'rab turish uchun qilingan narsa ekan deb. Demak, bu yerda e'tibor bersanglar, ikkita to'rtburchakka olib qo'yibman. Demak, birinchisi program provided qilibdi ekan, keyingisida fermerlar provided qilibdi, ya'ni bu degani beribdi, o'sha narsani qilib bergan ekan deyapti. Demak, birinchisida program o'sha provided qilgan narsalar bu o'sha fences, reshotkalar, devorlar uchun nimadir yaratilgan ekan, ya'ni berishgan ekan, yaratilmagan, berishgan ekan. Keyingisida mahsulotlar uchun, ya'ni suitable crops deyapti. Mahsulot deganda qanaqa? Hosil nazarda tutiladi. O'sha hosil uchun nimadir ham bergan ekan, o'sha nima narsa demak bu noun bo'lishi kerak. Va uchinchisi pumps deyapti, water pumps. Nasoslar berilgan ekan. Biz tepada ikkitasini topishimiz kerak. Demak, bular noun bo'lishi kerak. Keyingisi the farmers provided. Keyingi qismida aynan fermerlar bergan narsani so'rayapti ekan. Fermerlar bergan narsa deganda bu yerda demak labor ishchi kuchi ekan, bu yoqdagisida demak ishchi kuchi 35 da aytyapti for the fences on their land deyapti. O'sha ularning yeridagi fenceslar uchun nimadir qilib bergan ekan. Bu demak fermerlar qilib bergan narsa bo'lishi kerak, noun bo'lishi kerak bu yerda. Xo'p, 36 da kelajakdagi o'sha rivojlanishlar haqida gap ketyapti. Aytyapti the marketing of produce was sometimes difficult due to lack of. Demak, nimadir yetishmay qolgan ekan yoki kamchilik bo'lgan ekan, nimadadir, ya'ni o'sha mahsulotda marketing qilishda o'sha nima, ya'ni nima bo'lmay qolgan ularda. Shu narsani topishimiz kerak. Mana do not have access to deyapti. Shu narsa kalit so'zi. Mana due to lack of bilan access, not access kalit bo'lyapti bir-biriga, ya'ni sinonim bo'lyapti. Training was therefore provided in methods of food. Methods of food deganga e'tibor beringlar, techniques, ya'ni sinonim bo'lyapti bular bir-biriga. O'sha ya'ni endi bu yerda food deganda aynan ovqat nazarda tutilmayapti-yu, o'sha yetishtirilgan narsalar nazarda tutilishi ham mumkin bu holatda. Demak, hozirgi vaziyatda o'sha ovqatlarni, ya'ni narsalarni, mahsulotlarni nimadir qilish uchun, ya'ni qandaydir holatda bo'lish uchun
traininglar bo'lgan ekan deyapti. 38da farmers made special places where nimadir could be kept deyapti. Demak, fermerlar o'sha yerda joylarni tashkillashtirishgan ekan, shunaqangi joylar bo'lgan ekanki va u yerda nimadir saqlangan ekan. O'sha nima saqlangan narsani topishimiz kerak. Keyingisida mahalliy odamlar, ya'ni local people later suggested keeping nimadir. Keyinchalik aynan mahalliy aholini o'zi ham nimanidir saqlash kerakligi haqida fikr bildirishgan ekan, mana shunaqa narsa saqlaylik deb. Mana tepadagi 38-savolda aynan fermerlarni qilgan ekan, pastda esa local people'larni o'sha bergan taklif ekan. Va oxirgi savolimizda, demak, oxirida hamma narsani evaluate qilib fikr bildirishyapti bu yerda. Aytyaptiki, enough time must be allowed particularly for the nimadir phase of the program. Demak, o'sha programni qanaqangidir bosqichi haqida gap ketyapti ekan. Va o'shanda enough time must be allowed. Demak, yetarlicha vaqt berilishi kerak deyapti. Ya'ni o'sha programmani qaysidir bitta particularly for the deyapti, qaysidir bitta bosqichi uchun deyapti.